murakkab savol degan tushuncha paydo bo'ldi. Endi savol x ni 4-sini qanday yozib olishim mumkin degan savolni bergan. Kuzatuving orqali. Yo'q, qanday yozib olishim mumkin? X ni kvadratini deb yozib olishim uchun. Endi savol paydo bo'ladi. Nega shu ishni qildim? Nega shu ishni qildim? O'xshatish deyiladi bu yerda. O'xshatish deganda, ya'ni men ishimni yengillashtirishim kerak yo og'irlashtirishim kerak. Og'irlashtirsam kamida 1 soat ham ketaveradi, 2 soat ham ketaveradi yoki 1 kun ham ketaveradi. Yoki uni tashlab qo'yaveradi, eplolmadim. Ozgina e'tibor bilan nima qilaring? X ni kvadratini o'zimizcha qandaydir a harfidan belgilab oldik. Nima uchun a, t, p farqi yo'q. Har qanday harf tushunsang bo'ldi. Endi o'rniga shoh hojjam olib qo'yaymiz. 5 minus 36. Mana bu yerda endi betlarni xohlagancha. Xato qilsang ham mayli. Chiqmaydi, to'g'rilab ketaverasan. O'zi yaqinda tugadi, to'g'ri betda. Masalan, nechi kira nechi deb o'rtadagi 5 ni hosil qilishimiz mumkin. Minus 9 bilan minus 9 bilan pastga tushsa qanday tushadi? 9. Yani bu niyada bajardi. Minus 4. Endi biz ko'pchilik ko'p holatda tenglamani ishlab bo'ldik deb o'ylaymiz-da. Otabek Qadamov, nima uchun biz tenglamani tugatmadik? Zo'r, bizda tenglamani yeching deb dastlabki uchun, dastlabkida x kelgan. X uchun urg'u beryapti. Demak, bu x uchun urg'u beryapti, biz x ni topishimiz kerak. Biz nima bilan belgilagan taqdirimizda ham biz qayerga o'tishimiz kerak? X da topishimiz kerak. X kvadrat teng 9, x kvadrat teng minus 4. Birinchi x ni qiymati nechiga teng? 3. Minus 3 degandan qo'l ko'tarsin. Rahmat. Hozir nechta yechib berdi bor? 2 ta. Minus va minus. Minus 4-chi. Rahmat. Bu nima uchun chiqmaydi? Kvadrat daraja bu ikkita manfiy bo'ladimi, ikkita musbat bo'ladimi? Ko'paytirganimizni musbatga aylantiradi. Bu nima bu? Musbat daraja, ya'ni juft darajali x ni juft darajasidan kelyaptimi, manfiyga teng bo'lmaydi. Xo'p, bu ketdi. Xuddi shunga o'xshagan savol ekanda bu ham. Nima qila olamiz? X ning kvadratining kvadrati plus 20x kvadrat plus 1. Yani tayyorlab oldik. Qizimsam shoshdingiz, mayli u katta vahima narsa emas. O'rganib uchun. X ni kvadrat teng nima bo'ladi? Yana a bo'ladi. Endi farqi yo'q. Qaysi biri qulay bo'lsa o'zlariga to'g'rilab o'rganinglar. Hozir a deb a ko'rinsa ketadi. 64a kvadrat minus 20a minus 1. Buni javobini birdaniga nima uchun bo'sh to'plam deb ketdim? Sabab. Qaramasdan turib bo'sh to'plam deb oldim. Nega? 64 ko'paytirsangiz yo'q, bunday emas. diskriminant 0 dan kichkina. Yo'q, bunaqa emas. Diskriminant beta 0 dan katta. A 0 dan katta bo'lgani uchun 0 ga teng olganimizda minus 1 bo'lib qolyapti-ku. Diskriminant katta 0 aslida bu. A uchun. Lekin x1 va x2 sonlari kichik 0 dan nimaga kichik 0? Birdaniga yozdik. Yo'q, qayerga qarab sirasi aytdim. Nimasiga e'tibor bering? Bu masalan qaranglar, ishlab ketsang, kamida 3 minutlik vaqt keladi, lekin sekund bilan xalq tashadi mana shu. Nega? Nimaga asoslanib, nimaga tayanib? Xayolda. Yo'q, xayol emas. Ildizlar yig'indisi manfiy, ildizlar ko'paytmasi musbat bo'lsa, ikkala ildizi ham manfiy bo'ladi. Ildizlar yig'indisi manfiy. Belt ishlatsalaring nima bo'ladi? Minus 20 taqsim 64 mi? Qo'shilmasi. Ko'paytmasi 1 taqsim 64. Og'zaki bajardi. Yig'indisi manfiy, ko'paytmasi musbat bo'lganda, to'g'rimi? Bu b kvadrat teng nima? Chunki hozir aniq qiymati mana bunga o'xshab chiqib keladi. Olib borib qo'yaman. Xuddi mana bunaqa ikkita javob turgan bo'ladi bu yerda. Tushunarli bo'ldimi? Qachon juft daraja bilan kelgan, ya'ni juft darajani belgilagan bo'lsalaring, mana unda sirasi aytardim. Ikkita javob bo'ladi. Og'zaki aytishni usuli. Nega? Ikkita javob.
Sababi belgilab ishlab baribir belgilaymiz. X kvadratni aniq oldik. Demak, ko'paytmasi manfiy bo'ldimi, bittasi musbat bo'ladi, bittasi manfiy bo'ladi. Qoida qo'yapman. Hozir bu sizlarga zo'r qoida. Layfhak bu. Kelajakda sizlar parametrli kvadrat tenglamalar degan mavzu keladi. O'sha yerda ikkalanisi ham musbat, ikkalanisi ham manfiy, turli ishorali degan savollar kelganda hozir aytib o'tyapman. Sizlar o'shani konspekt qilib qo'yinglar keyin. Tushunarli bo'ldimi? Buniki nima bo'lar ekan? Ildizlar qachon musbat manfiy bo'ladi desa, nima deymiz aka? Ko'paytmasi manfiy bo'lsa bo'ldi. Diskriminant katta nol holati uchun. Buniki qachon manfiy bo'ladi ikkalasi ham? Ildizlar yig'indisi manfiy, ko'paytmasi musbat, diskriminant katta nol bo'lsa, ikkalasi ham manfiy bo'ladi. Endi b kvadratda kelgani uchun buni nima qilib ketyapmiz? Boshqa bilan deb ketyapmiz. Ketdik. Buniki qanaqa bo'ladi? Ikkala ildiz ham. Ildizlar yig'indisi musbat, ildizlar ko'paytmasi musbat bo'lsa, ikkalasi ham nima bo'ladi? Zo'r diskriminant katta nol holati uchun. Tushunarlimi? Bunda nimani belgilayman? Endi yozib, bundaqa maydalab o'tirmayman. A kvadrat. X ni kubi. 8 A kvadrat. Kaliti qayerda bo'lib turibdi deb o'ylaysizlar? Ana darajada. O'rtadagi. Mana x ni kubimi? Birinchisida x ni 6 ko'radi. X ni kvadratimi? Birinchisida x ni 4 bo'ladi. X ni kvadratimi? Birinchisida x ni 4 bo'ladi. Demak, 8a kvadrat minus 9a minus 1 equal. Vetni ishlatsam, vetni shartiga ko'ra amiz bittasi 1 ga teng, amiz bittasi bittasi 8 ga teng. Yo'q, diskriminant qiylar deyman. Tushunarli bo'ldimi? Endi a bizlar nimaga teng edi? X ni kubigamidi? X teng kubinchi daraja nizosida 1 degan. Kubinchi daraja nizosida 1 dan necha chiqadi? 1. Mana birinchi ildizi 1 ga teng. X teng kubinchi daraja nizosida 1/8. 1/8 nima degan? Yo'q, minus emas. 3 dan. Tenglama bitta ildizi necha ekan? Ikkinchisi zo'r. Boyaga aytganimdek, misolga baho berib, misolda kuzatib, misolda bir xilligini qidirishimiz kerak. Shu yerda to'g'ridan to'g'ri ko'pchilik aytadi, ustoz men uni yoyib yuboraman deydi. 3x minus 4 a minus b ni qaus kvadratini yoyib yuboraman deydi-da. Men deb qara deyman. Nima bor bu yerda? Yo, yozishga majburman bobo. 3x minus 4 teng a. Nima uchun yozishga majburman? To'g'ridan to'g'ri yozaman-ku, esingizdan chiqib ketadi A1, A2 asosiy yechim deb ketasizlar-da. Qo'shimcha shart kelsa, masalan, ildizlar yig'indisini toping, ildizlar ko'paytmasini toping desa, shartni bajarib qo'yasizlar, u xato hisoblanadi. Biz x ni qidiryapmiz. Demak, a kvadrat minus 5a minus 6. Ikkala ildizi qanaqa ildiz bo'ladi? Musbat. Ildizlar yig'indisi vetga ko'ra, ildizlar yig'indisi 0 dan katta, musbat. Ko'paytmasi nima ekan? Musbat. Diskriminant katta 0, tabiiyki. Demak, bu yerda ikkita javobli ham musbat chiqadi. Demak, birinchisi birinchi ildizini aytaylik. 2 bilan 3. 3x minus 4 teng 2. 3x minus 4 teng 3. 3x teng 6. X teng necha bo'ladi? 2. Aytaylik, men harakatlanmayman o'zlaringiz. 3 teng 3 minus 7 x teng 7. Rahmat. Tenglama qanotdan turadimi? Ha. To'siq yo'qda. To'siq qanaqa holatda kelishi? Kasrni maxraji ko'rinishdan kelganda maxraj teng emas deb olishimiz kerak. Bu yerda nimani ko'ryapsiz? 2x plus 3 ni nima deb olaman? Endi p deb qo'yaman. K kvadrat minus 12 minus 35. Ikkala ildizi qanaqa son? Manfiy musbat. Ildizlar yig'indisi manfiy, ko'paytmasi musbat bo'lsa, diskriminant ikkalasi ham manfiy bo'ladi. P1 nimaga teng? Necha kara necha? Minus 7. Minus 5. Tushunarli bo'ldimi? Endi 2x qo'shilgan 3 teng minus 7. 2x qo'shilgan 3 teng minus 5. 2x teng necha? Yo'q, mana bu.
minus 10, x teng Minus 5. 5. Necha bu? Minus 8, x teng. Minus 4. Yangi nechta yechim bor ekan? 2. Bitta deydi. Nimaga bitta? Kimdir aytdi-da bitta. Zo'r qaltiringizda. Tuzatamiz. Lazjon nima deysiz? Elyor. Laz Elyor ikalaring. Qanaqa taklif? Nimani belgilaysiz? Laz lekin tushunmayapti. Hojijon berasiz. Tushundingiz? Nimani belgilaymiz? X kvadrat qo'shilgan 3x teng a kvadrat minus 9a minus 20. Ikkala ildizi qanaqa son? Musbat. Qayerdan bildik? Ildizlar yig'indisi musbat, ko'paytmasi Musbat. va nima bo'lishi kerak diskriminant? Nolga katta. Bu. A1 teng necha? Beta 5, A2 4. X kvadrat qo'shilgan 3x teng 5, x kvadrat minus 3x teng 4. X kvadrat minus 3x minus 5 teng 0. X kvadrat minus 3x minus 4 teng 0. Betni ishlata olasizlarmi shu yerda? Qadam, hozir uxlab qolyapsiz-ku, kameraga tushib qo'yaman dedi. Betni ishlata olaman, ha yo'q, tezroq faqat. Yo'q bo'layotgan bo'lsa, buni diskriminantdan x1, x2 topishga majbursizlar. Diskriminant qanday topilardi? Hisoblab beringlar. Hisoblab beringlar. Og'abek. Sardor, Sardor. 29. Shoh. 29. 29 mi? X1 teng. Aytinglar bu yoq. Minus 3. Minus 3 minus 29 taqsim 2. Shuni plus minus deb olsam bo'ladi? Bo'ladi. Tenglama nechta yechim bor? 2ta. Mana buni betda ishlata olamizmi? Ye ketib qolyapsiz. Yo'q, qachon ketib qolyapsiz? Yo'q. Olmang. Oladi deydi. Ishla bo'ladi, tushuntiraman. 1 bilan minus 4 bo'ladi. 1 bilan minus 4. e'tibor beringlarmi? Ikkalasi qarama qarshi turibdi. Nima uchun? Ko'paytmasi manfiy diskriminant noldan katta bo'lgani uchun. Tenglama nechta yechimi bor qo'shib? 3ta. Sanang 1, 2, 3, 4. Nimaga 3, 4 bo'ldi? Minus 1. Tak, nimani ko'ryapman? Ha, x kub plus 1 dan nima olaman? Ha. X kub plus 1 a kvadrat plus 18 teng 11. 11 dedik. Asilboy. Hozir sof oltinga aylanib qolasiz. Ikkalasini ildizi qanaqa son? Nega musbat? Chunki Ildizlar yig'indisi musbat. musbat, ko'paytmasi Musbat. diskriminant. Endi A1 nimaga teng? A2 2. X ni kubi plus 1 teng 2. X ni kubi plus 1 teng 9. X ni kubi necha bo'ladi? X teng necha bo'ladi? 1. X ni kubi teng necha? 8. X teng 3-darajada 8 necha chiqadi? 2 chiqadimi? Tenglama nechta yechim bor ekan? Nima bir xil? 3x taqsim x minus 1. Nima deb olaman? P deb olaman. P kvadrat minus 5p minus 6. Ildizlar ko'paytmasi musbat, ildizlar yig'indisi musbat. Diskriminant katta nol. Qanaqa yechim chiqadi? Ikkalasi ham qanaqa? Musbat. P1 nimaga teng? 2, 3. P2 3. Demek 3x taqsim x plus 1 teng 2. 3x taqsim x plus 1 teng 3. Tenglamani bitta dadajon sal jim turasiz, qadamib yordam berishni boshlayman deyapti. Ketdik, mana buni qanday ishlaymiz? Hammaga savol dadajondan tashqari. Umumiy maqlach. To'g'rimi? Ketdik. 3x qo'shib teng 2x qo'shilgan 2. x ot qilsa Rahmat. Bunga nima yetmayapti?
Ketdi. 3x teng 3x virus 1 to'g'rimi? 3. Ha. 3. Ha. 0 teng 3 bo'lib qoldi. Buni tenglamani yechimi nima bo'ladi? Qo'shilma. Ha. Agarda 0 teng 0 yoki 3 teng 3 bo'lganda nima bo'ladi? Cheksiz bo'ladi. Faqat nimadan tashqari? Minus 1 dan tashqari degan so'z ketadi. Nimaga minus 1 dan tashqari beramiz? Maqsadda bo'lgan. Mehroj. Nima bir xil shu yerda ko'ryapsiz? Kuzatib qo'yasiz. X kvadrat plus x plus 1 dedi. Lekin bu yerda yo'q edi moslari. 2 plus 1 deb yozilsa. Ha, mana. X kvadrat plus x plus 1 ko'paytirilgan. X kvadrat plus x plus 1 qo'shilgan 2. O'xshadimi? Endi shuni Yo'q, o'xshamadim. Plus. Buni miyasiga shu keldi. Kimnidir miyasiga boshqacha keldimi? Bir xillik. Nima bor bir xil? X kvadrat plus x bu ham to'g'ri chiqadi. Bir xil. Hozir Mehroj belgilagani bilan sizlar belgilaganlaring oxiridagi natijasi hojijon bir xil chiqadi. Durust qiziq. Tushunadi? Demak, x kvadrat qo'shilgan x plus 1 ni olib olyapmiz. Mana bu o'rniga nimani olib kelib qo'ydim? Qavsishiga nima yozamiz? A plus. Zo'r. Minus 15 teng a kvadrat plus 2a minus 15. A1 nimaga teng? Ha, ildizlar yig'indisi. Bu qanaqa son? Manfiy musbat nimaga? Manfiy. Yo'q. Ko'paytmasi manfiy bo'lyaptimi? Diskriminant kattaligida. Endi ketdik. Minus 5 ga minus 5 ga 3. Tushunarli bo'ldimi? Joy yaxshi ham qoldiribmiz. Endi diqqat. X kvadrat plus x plus 1 teng minus 5. X kvadrat plus x plus 1 teng 3. Tenglamani ishlash tugatishim kerak. 37. Plus 6 mi? Deyni ishlatib beriladi. Minus 2. O'xshamayapti-ku. Minus 3 2 deyapsiz. Minus 3 ga 2 ni ko'paytirsangiz necha? Minus 3 ga minus 2 deyapsiz-a? Minus 3 ga minus 2 ni qo'shsak nechini beradi? Bu minus 5 yo'q-ku bu yerda. 6 mi? Bu. Nima uchun bo'sh to'plam desa diskriminant qaraydi. 1 minus 24 Tushunarli bo'ldimi? Ketdik. X kvadrat qo'shilgan aytinglar. Minus 2 teng bo'ladi. Ildizlari qanaqa sonlarda iborat? Zo'r, musbat va manfiy. Nega? Ko'paytmas minus diskriminant katta nol. Diqqat. Mehrojjon, vetni ishlatib ildizlarni topib bera olasan? Yo'q, ha, yo'q. 2 bilan yo'q, aslida teskari. Tushunarli bo'ldimi? Endi hamma, laziz, mana bunga qarang, nimani ko'ryapsiz? Jimilar, lazizdan so'rayapman Abbosxon. Qanday suratni maqtash? Yo, qanaqa holatda turibdi? O'sha so'zni eslab qolasizmi? Nima dedingiz? Birinchisini teskarisi ko'rinishda turibdi-da, to'g'rimi? O'sha so'zni ishlatayotgan odam so'zini lekin yoza olmaydi ko'pchilik. Masalan, ne ko'radi? Shuni teskari turibdi-ku deydi-ku. So'zni ayta oladi. Yozmaga keltira olmaydi. Ishora demayapmiz. Son qanday holatda turibdi deyapmiz. Demak, x kvadrat minus 3x taqsim 2 ni a deb olsam, bu a bo'lsa, buni qanaqa holatini ko'ryapsan bu yerda degan savolda. Teskari degani 1 taqsim degani. Teskari degani shu. Bunga nima beryapti?
Aytinglar. Keyin nima qilaman? A kvadrat minus 202 minus 1 teng Bular qayerdan olib bo'shtiriblarmi? Betni ishlatib ko'rmak. Nechiga nechini ko'paytirsak bir bo'ladi, nechiga nechini qo'shsak minus 1 yo'q. X minus 1, x ikkinchisi ham minus 1 ga. Nimaga? minus 1 da minus 1 ga qo'shsak Agar furqa tushunmasangiz diskriminantni ishlatib ko'ring. Tushunmasalaring diskriminant. x1 ham, x2 ham minus 1 ga teng. Biz kechirasiz. A1, A2. Ana nima deb belgiladik? X kvadrat minus 3x taqsim 2 teng minus 1. Nima qilaman? X teng x kvadrat 2 x1 nimaga teng? x1 nimaga teng? Debdan foydalanadi. 1 nimaga ikkalayngizni ham musbat bo'ldi? chunki musbat chiqadi Yig'indisi musbat, ko'paytmasi musbat. Diskriminant kapital. Pauza. Deb olmoq. X kvadrat plus x minus 5 taqsim x ni aniq olyapman. Lekin mana bu 3 xalaq beryapti. Bir taqsim 3 bo'ladi. Mana uni aniq oldingiz. Bu nima bo'ladi? bu yerda 3 ko'paytirilgan bir taqsim 3 ko'paytirilgan bir taqsima bo'ladi. Javob bera olmasalik, tomonni birinchisi yutdi. 1, 2, 3-chi komanda hozir olsangiz. 3 taqsim A teng qo'shilgan 4 teng 0. Ana endi oddiy nima ish qilaman? Umumiy narx beramizmi? Adammi? Bunga nima yetmayapti? Bungachi. Kel. Nimaga 3? A kvadrat plus 4 plus 3. İldizlar yig'indisi nimaga teng? İldizlar yig'indisi qanaqa? Manfiy ko'paytmasi ildizlar qanaqa son bo'ladi? Zo'r. A'miz bittasi minus 3, A'miz bittasi minus 4. X kvadrat plus x minus 5 taqsim x teng minus 3 tugatadi. Nima ish qilaylik? Zo'r, bunga x berdim. Aytinglarda, men yozganim nima foyda sizlarga? Betni aytinglar. Necha? Minus 5 bilan necha? 4 mi? 1. Sifat sostavlaringda faqat 3 kishi gapirdi. Tugatdikmi? Ha yo'q. Endi nima qiladi? Yo'q, x kvadrat plus x minus 5 taqsim x teng necha deyman? Minus 1 deyman. X kvadrat plus x minus 5 teng minus x. X kvadrat plus 2x minus 5. Tenglaman nechta yechim bo'lishyapti? Diskriminant. Diskriminantga ko'ra ildizosi necha bo'ladi? Ayrilgan. Necha bo'ladi? 24. Demak, x1 teng minus 2 plus 24 ni 2 iltizosida 6 deb olsam bo'ladimi? Plus minus tenglama nechta yechim bor ekan? Nechta? 4 ekan. Keyingi savolim. Buni qanday qilib ishlaymiz? Agar bular sizlarga yordam bersa, mana shu misollar hammasi shu usul nechta? Mayda berilgan barcha misollar. Tegramamiz. Yana ham optimal. Fikr yo'qmi tez aytinglar, men video cho'zib ketadi. Ustoz x minus 2 belgilab olamiz. Qaranglar, sizlar hisoblang, sizlar qaysi edi? Mana buni fikr beringlar, qanday qilib ishlayman? Mana sizlar tupikka qo'yib qo'ydimda.
Sizlar tupikka qo'yib qo'yapman, bilasizlarmi qanday qilib? Mana shuni tezroq ishlayapman-ku, fikrlamayapsizlar. Hammasida kvadrat bor. Yozganimda xato qilmaganman? Sizlarda Ustoz, o'sha bizni xatoda. qizimiz aytyapti, qisqartiramiz. Tenglamada iloji boricha chap o'yin talabda bir xil narsa bo'ladiki, qisqartirmaysiz. Agar nimalar bu holat kelganda nima qilarding, bolalar? Chap tarafga o'tkazdi, nima qilardilar? Hovuzdan tashqariga chiqarardik. Yoki qaranglar-da. Kvadrat tenglamani o'tiriga o'sha kvadrat tenglamada aniq esimda bor, shunaqa misol bor edi. Nima qilar edilaring, nima qilardinglaring? Ochib chiqardilaring. Ochib chiqardilaring. Ochib chiqardilaring. Ochib chiqib, keyin chap tarafga o'tkazarding, to'g'rimi? Ishing ish bo'ladi. Bu yerda hozir ochib chiqsang ham bo'ladi. Bundan ko'ra o'zing aytyapsan, ustoz chap tarafdagi, o'ng tarafda bir xil narsani ko'rib turibman deyapsan, to'g'rimi? Bundan ko'ra nima qil? X - 2, x + 3 minus x - 2, 5 minus x deb o'ng tarafni 0 qilib, qavsdan tashqariga chiqarish amalini bajaringlar dedi. Ya'ni ko'paytuvchiga aytyapti. X - 2 ko'paytirilgan x + 3 minus 5 minus x. Ko'paytma 0 bo'lsa nima bo'ladi? Xato sizlarniki. Har biri 0 ga tenglardik, to'g'rimi? X ni qo'shyapmiz. 3 dan 5 ni aytyapmiz. X teng necha bo'ladi? 2x teng necha? 2 bo'ladi, x. Ketmoqlar. Ketib kengizga. Mana uni qanday ishlaymiz? Bu xato, o'rtadagilar. Yo'q, o'rtadagilar. Nima qilyapti? X - 2 ni qandaysiga bu yerda chiqara olmaymiz, o'rtada teng kelyapti. Bundan 3 ni chiqaramiz dedi. X + 1. Bundan necha chiqaramiz? X - 2 minus x - 2 x bu yerda necha bu? Nimani qavsdan tashqariga chiqaramiz? X - 2 chiqib ketdi. 6 oldin yozildi. To'g'rimi? Yo'q. Qavsdan tashqariga chiqib ketdimi? Ichida qoladi qolgan. 6 qavsda x + 1 minus ko'paytma nima bo'ladi? Har biri. X - 2 teng 0. X teng necha? 2. 6x + 6. Qarajon, aralashma, sen sostaving emas bu. Ular o'zlari aytayapti. 5x minus 3. 3 taqsim 5. Minus 3 taqsim 5. Zo'r. İşte için var. Tenglamada nechta yechim bor ekan? Tak, bunga qanaqa takdir? Yana mana shunaqa aytyapsizlar. Avval 30 oylar deyman-da. Mana parchalasak bo'ladimi? İçlerinde aytib ketaveringlar. X + 3. X + 3 Minus x - 2. teng 0 X + 3. Qavsdan tashqariga nima chiqadi? X + 3. X + 3 chiqadi yana. Bormi yo'qmi? Minus 2 çıkar. Aynen, молодцы. Endi nima qoladi? X + 2 qoladi. Ve o'rtaga nimani yozdik? Ko'paytirishmi, qo'shishmi, ayirishmi? Teng 0. Ha, teng 0 nima? 2 nima? Keyin Kalan da öyle tengler. X + 3 tengler. zo'r, X tengler. X teng 2. zo'r. X tengler. 2 de için bak. Nimaga?
Teng son paydo bo'ldi, bu yechiladi deyiladi. X teng son paydo bo'ldi, yechim hisoblanadi. Mahraj yo'q-ku bolam? Solishtirib ko'rish uchun. Tak, sizlar sostavlaring qara. Sizlar sostavlaringda bir kishi vaqt chaqirib xalaqit bersalaring bo'ladi. Sizlar sostavlaringda ham xuddi shunday bir kishi xalaqit bersa bo'ladi. Chunki bular sizlarga xalaqit bergan. Ketdi. X kvadrat minus 4 X kvadrat plus 4, to'g'rimi? Zo'r. Tamam. Minus X kvadrat X minus 3 chiqaramiz da, eshitdim. Teng. teng nol. Shu yerda mana bu mana X minus 2 X minus 4 ni chiqarib olamizmi? X minus Yana nimani chiqarsak bo'ladi? X minus 2. mana X minus 2 To'g'rimi? Ketdik, aytinglar. X kvadrat X minus 2. Zo'r. Katta qavsda 6 yo'q. X X kvadrat minus 4. X kvadrat minus 4. Yo'q, xato qilyapsan. Xalaqit beringlar, bemalol. Qo'lga olgan 2 minus 3. 2 2 minus 3. X plus 2. Endi öyle değil. x kvadrat minus 4 teng 0. X X kvadrat teng 4. X minus 2. Tugatishga harakat qilinglar. Bittasi tugatishga harakat. X minus 2. Tushunyapsizlar? X minus 2 teng 0. X Teng teng necha? 2. Ketdik. X teng 1. Yo'q. X kvadrat minus 4. Hocam. 3x plus Ochamiz, juda ham zo'r. Ayting. X kvadrat plus 8. X kvadrat Plus 8. minus 2x plus 6. Shundaymi? Ya minus 4. 2x kvadrat minus 3x plus 2. Diskriminan. 9 minus 8. Yok 16. 16. İyi hadi. Boşluklar. Teng nima deyishdi-chi bu? Yok. İşte. Ikkita raqam. İki tane madde 2 tuttuk ha. Minus minus. Ikkita o plus minus bo'lsa, ikkita plusda alohida deyishim kerak. Yüksek market nasıl? Shuncha plusni alohida yozasan. Tushunarli bo'ldimi? Yo'q, tushundingizmi? Ha. Endi mana bu. X plus 9 ko'paytirilgan X plus 9 ning kvadrat. Mana deysiz. Mana bu 5 da ikkita deb oldi. Minus. Doimo o'ng tarafni nolga tenglashga harakat qiladi. Benim hamasını öyle. Zo'r. Mana shu xatoni doimiy ko'pchilik qiladi. Siz o'sha 60%, 70% odamlar ichiga, o'quvchilar ichiga kirmang. Qisqartirdingiz, farazan mana, qisqartirdingiz. Qisqartiramiz dedi, rozi bo'ldim. Yo, gapimda emas. Qisqartirdi mana. Teng turgan taqdirda. Xuddi siz aytgandek qildim. Qisqartirdim bolam. X plus 9 ning kvadrati, o'ng tarafimiz nima bo'ladi? Yo'q, zo'r bo'lmaydi. Qanday? Hozir mana shu narsani nolga ko'paytirsam nol qoladi-ku. 1 qoladi. X plus 9 teng necha bo'ladi? Minus Minus 1, rahmat. Minus 1, to'g'rimi? X teng necha? Minus 8, X teng necha? Уже bo'ldi. 3-1 da yo'qotdilar. 100% yo'qotdilar. Ana endi boyagusi mana eslab qoldingiz-a? Baribir shularga javob chiqadi hozir. Buni o'chirmayman. Buni o'chirib olaylik dedik. Qarang. mana shu. O'chirdim, qarang. Mana uni ham o'chiryapman. Tashlab olaman degan so'zingizda o'chirdim. Havsni tashqariga chiqardim. Qoladi nima? To'g'rimi? X plus 9 ni 5-inchisi teng 0. Nima gap? Bilmez ikinci sebep var. Qarang. X plus 9 ning kvadrati minus 1 teng 0. Boyaga narsa chiqdi. Videoda bor, yana qaytadan ko'rib olasizlar. O'chirib. Minus 9 bilan necha, minus 10 bilan necha chiqdi? Minus 8 chiqdi.
Adashmasam shunday. Siz ikkita javob dedingiz-da. Endi siz 60% emas, 40% tarafga o'tib olasiz. 40%liklar nima qiladi buni? -9 ham yechim. Isbotchi desa -9 boshda olib qo'ying, -9 ga 9 ni qo'shinglar. -9 ga 9 ni qo'shinglar. Teng bo'ladi. Ikkalasi nima bo'ladi? Teng. Biz yo'qotmasligimiz kerak. Shuning uchun mana bu yerda o'rtada tenglab kelayotganliku ko'pchilik bolalarimiz nima qiladi? Boyagi 70%, 60% bolani ichiga kirib ketadi. Yana qana qisqartirish degan so'zni tez ustun qilib qo'yadi. Fikrlash emas u. Fikrlaylar demoqchi. Kelishdimi? Tushunarli